Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar, kanalimiz a'zolari. Mana bugun sizlarga Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi ustaxonamizda yasalayotgan narsalarni video obzorini qisqacha qilib berib o'tamiz. Bo'lmasa birinchi oxirdan boshlasak akalar. Mana bismillah. Akalar, bizda oxirlarda har xil razmerlari bor, qo'y uchun mo'ljallangan oxirlar. Xo'p, bu oxirimizda yana 50 bo'ladi, balandligi, ya'ni chuqurligi 22-23 sm atrofida yoki 20 dan xullas chuqurroq bo'ladi. Bu ikki tarafdan kelish uchun mo'ljallangan to'rtburchak. Xashaklarni ham tushirib tashlay olmaydi, chunki bunda qovurg'a bor va baquvvat juda ham. Bemalol 400 kg, 500 kg yuk ko'taraveradi akalar. Bu to'rtburchak varianti va bunisi qo'ylar uchun mo'ljallangan, uzunligi 260 bo'ladi. Bu oxirimizniki 235 sm bo'ladi. Bu oxirimiz o'sha shu oxirimizni dumaloq variant. Og'zini kattaligi 40 bo'ladi, chuqurligi 20 sm. Uzunligi 260 sm va sanoqlari cheklanmagan miqdorda, xudo xohlasa akalar. Oxirlarimiz narxiga keladigan bo'lsak, bunisi 400 ming so'mdan chiqadi, narigisi 350 ming so'mdan 260 lik. Narxini kelishamiz akalar. Mabodo endi sanoqqa qarab imkoniyat darajasida sizlarga yordam qilishga harakat qilaman, lekin ayb kelib yurmaysizlar, bizga ham tirikchilik akalar. Xo'p, oxirlarda sanog'i ko'p. Va sizlarga yana bitta variant aytib o'tib ketaman shu orada. Oxirlarimizda latuk holatdagilari ham bor. Bularda narxi arzonroq chiqadi. Hozir mana shu 235 lik konteyner tom qismidan qilingan qalinrog'ini 250 ming so'mdan qilib beryapmiz akalar. Yana sanoqqa qarab yana kelishamiz akalar. Xo'p. Bu yerda hamma oxirimizning xomaki varianti bor. Bunimiz o'rtachiroq tanalar uchun mo'ljallangan. Unlarimiz qo'yga ham, o'rtachiroq tanalarga ham tushiradi. Bular faqat qo'y uchun mo'ljallangan. Va mana bunisi esa katta mollar uchun mo'ljallangan mol oxirlarimiz. Uzunligi 235, og'zini kattaligini 65 yoki 70 ga qo'yasiz. Chuqurligi 30 sm dan chuqur bo'ladi va bir-biriga metrovoy qilib tortib ketsangiz bo'ladi. Bu oxirimizning tayyor variantlari hali yasab uspet qilmadik. Endi hozir ko'rsatib beraman desam, mana shunaqa holatda bo'ladi. Razmerda og'zini o'zingizga qarab qo'yib olaverasiz akalar. Va svarchiklaring yaxshi bo'lsa, agar bu stiklarda teshiklarsiz ulab bera oladigan bo'lsa, bemalol ichiga suv quyib ham ishlasalaring bo'laveradi. Uzun metrovoy qilib tortib va bu oxirimizni o'zimizda tayyor holatini akalar 550 ming so'mdan beryapmiz. Aloqaga chiqib qo'yaverasizlar. Bu bo'lar joyi asli 550, lekin sanoq ko'p bo'ladigan bo'lsa akalar, narxidan yengillatib berishga harakat qilamiz. Keyin yana sizlarga bitta narsa aytib o'tib ketay. Bu oxirlarda har xil razmeri bo'ladi akalar. Bularda eni 1.10, 1.8 sm dan chiqqan lis bu. Buni 1 metrligi bo'ladi, 1.5 ligi bo'ladi va 95 sm ligi, plus 90 ligi ham bo'ladi. Oxirlarda ko'rmasdan turib, yonboshiga bir-biriga solishtirmasdan turib razmerini bilib bo'lmaydi akalar. Ya'ni video orqali sizni narxingiz qimmat ekan deyishingiz mumkin. Va bu materialimiz shu oxirimizning razmeri o'zini pulini oqlaydi. Yaxshi razmeri, kattaligi, xullas manyovr emas, odamni zarajat qilish emas akalar. Xudoga shukr, odamlar kelib olib ketishyapti. Qo'shnisi kelsa, bu qo'shnisi ham kelib ertasi kuni olib ketishyapti. Oxirimizda bunaqa shaklda yasalganlari ham bor. Oxirimizda bu yonboshi balandligiga sabab bir taraf baland bo'ladi, xashakka mol olayotganda, xashakga yotganda bu tarafidan tushirib olmaslik uchun bu tarafi balandroq bo'ladi, bu tarafi pastroq bo'ladi. Bu esa yemish uchun mo'ljallangan, xashak uchun mo'ljallangan. Adashib ketdim, uzr. Akalar, bu atala qozon uchun, atala qozon, xullas yem qaynatish uchun, pishirish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Mana chiroyli blogerlardek gapira olmayapman, blogerlarga o'xshab. Bu menimcha tushundilaring.
Akalar, bularni narx-navosini aloqaga chiqib so'raverasizlar, nomerimizni qoldirib qo'yamiz. Xudo xohlasa, qo'ldan kelgancha narxni yengillatib berishga harakat qilamiz. Va video oxirida aytib o'tib ketaman, bizda 1 tonnadan 10,5 tonnagacha yerni betida turish uchun mo'ljallangan suv idishlarimiz ham bor. Ularning videosini alohida obzor qilib jo'nataman, video joylayman. Ko'rishlaring mumkin. Dastavka xizmatimiz ham bor akalar. Xullas, hozir bularning narx-navolarini o'sha keyingi videoda aytib o'tib ketaman. Aloqaga chiqib qo'yaverasizlar. Hammaga omad, sog' salomat bo'lasizlar.